Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Buxoro davlat pedagogika instituti jismoniy tarbiya va sport kafedrasi dotsenti Fayziyev Yaxshiziyevich. Fanimiz sport inshootlari bo'yicha mavzular olib boriladi. Birinchi mavzu demak, qadimgi dunyo, o'rta asr va yangi davr sport inshootlari haqida qisqacha tarixiy ma'lumot. Bu 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamizni kirish, ikkinchisi qadimgi dunyo, o'rta asr va yangi asr sport inshootlari haqida tarixiy to'g'risida ma'lumot va uchinchi reja sport maydonlarining rivojlanishi bosqichlari va ularning tavsifi. Xo'sh, umuman olgan vaqtimizda sport inshootlari fani pedagog fanlardan biri hisoblanib, bu bosqichda ilm o'rganish uchun sport gigiyenasi, biomexanika, pedagogika, jismoniy tarbiya nazariyasi, uslubiyoti va ma'lum darajadagi bilimlarga ega bo'lish lozim bo'ladi. Tanlangan mutaxassislik bo'yicha talabalar kelajakda o'z malakalarini oshirish uchun o'z navbatda sport inshootlaridan foydalanishni, qurilish me'moriy qoidalarini bilishlari lozim bo'ladi. Sport inshootlarining asosiy maqsadi bu sport inshootlari haqida kerakli nazariy bilimlarga egallash, amalda ularni qo'llay bilish, mahoratni o'rganish. Ikkinchisi, sport inshootlaridan foydalanish, uni rivojlanish muammolarini hal etishni bilish, hal etishga tayyor turish, ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish va keyingisi yuqori mehnat madaniyatini tarbiyalash, jamoat mehnati natijasida bunyod etilgan boyliklarga to'g'ri munosabatda bo'lish kabilarni o'z ichiga oladi. Bu fanning asosiy maqsadlari, demak, yuqorida aytib o'tib ketdik, sport pedagogikasi faoliyati uchun eng maqbul sharoit yaratish, uni topish, tushuntirish va hokazolardan iborat bo'ladi. Keyingisi, harakat faoliyati maqsadini muvofiq yo'naltirish uchun nazariy bilimlarni egallash. Keyingisi, sport musobaqalarini to'g'ri tushunish, kishilarning harakat faoliyatida o'tadigan joylar, sayr sharoitlarini yaxshilash, jamiyat mehnati bilan bunyod etilgan moddiy va qimmatbaho boyliklar bo'lmish sport inshootlari me'moriy shakli sifatida asrash, sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport xizmat qiladigan ijtimoiy tashkilotni jismoniy tarbiya tizimining tarkibiy qismi deb bilish va hokazolardan iborat. Va umuman olgan vaqtimizda hozir o'sha qadimgi dunyo, o'rta asr va yangi davr sport inshootlarining tarixi to'g'risida qisqacha to'xtalib ketamiz. Tarixdan ma'lumki, bizga Gretsiyada sport musobaqalari o'tkazib boshlangan. Bu musobaqalarni o'tkazish uchun har bir shaharda sport inshootlari mavjud bo'lgan. Arxeologik qazilmalar natijasida bularni isbotlab berilgan. Masalan, Egey dengizi bo'yida Krip orolining Miken shahri qazilmalarida har xil o'yinlar, mashqlar va tortishuvlar tasvirlari ifoda etilgan. Jismoniy mashqlar jangchilarni harbiy jismoniy tayyorlash uchun qo'llaganlar. Gomerning Iliada va Odiseya poemalarida ham ommaviy yugurish, kurash, mushlashish, disk uloqtirish, kamondan o'q otish, aravada poygalash va hokazolar batafsil o'tib ketilgan. Qadimgi Yunon stadionlarining arenasi to'g'ri burchak shaklda bo'lib, ularning uzunligi 200 metrdan iborat bo'lgan. Mana yuqorida o'sha qadimgi sport inshootlaridan devorlarga qazilmalardan keyin devorlarda qoldirgan chizmalardan lavhalar keltirilgan. Qadimgi stadionlar 3 davrga bo'lingan. Birinchisi Ellenik, ikkinchisi Ellenistik va uchinchisi qadimgi Rim davridagi stadionlar hisoblangan. Ellenik davr nima deb aytiladi bu? Mustaqil davlatlar hisoblangan qadimgi Gretsiya shaharlari fan, madaniyat va sport sohalarida boshqa davlatlar bilan doimiy raqobatlashib kelgan va yaxshi qo'shnichilik, do'stlik musobaqalarini ruhiy qadimiy Gretsiyada jismoniy madaniyat va sport rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Gretsiya stadionlari me'moriy shakllari, kengligi va landshaftning garmonik mosligi bilan ajralib turadi. Ellenik davri stadionlar davlatni ijtimoiy hayotda yetakchi rol o'ynagan. Bu davrdagi stadionlar o'rindiqsiz qurilgan. Ellenistik davrdagi stadionlar ommaviy hayotda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Undan tashqari, ular har shahar aholisi uchun tomosha ko'rsatadigan inshootga aylanib borgan. Stadion tribunasi uncha ko'p bo'lmasa ham, faqat shahar aholisiga mo'ljallangan edi. Misol uchun, mana yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek, 1 million aholi yashaydigan bo'lsa, unga o'sha Milet shahridagi stadion shu shaharlar ichida qurilgan bo'lib hisoblangan. Mana yuqorida o'sha Gretsiya davridagi qolib ketgan stadionlarning hozirgacha kunduzda
ahvoli ko'rinib turibdi. Bu ya'ni Mesoamerika maydoni deb aytiladi. Eramizdan avvalgi 7-asrda Gera nomidagi obida uzunligi 50 metr, eni 18.7 metr hisoblangan. Olimpiya mash'alasining yoqish tantanasi Gretsiya, Olimpiya, qadimiy Rim davri, ko'pgina stadionlar va sport inshootlari Rim imperiyasining shakllangan vaqtda to'g'ri kelib qolgan. Bu vaqtda Ellinik davr stadionlarining ko'pginasini qayta qurilgan hisoblanadi. Xo'sh, qisqachagina bugungi mavzuimiz to'g'risida mana shu ma'lumotlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi mashg'ulotlarda uchrashguncha sog' salomat bo'ling.